Mana yana bir xonadonimizda ishlarimiz tugatildi. So'qillariga Большой Скол Mokriydan berganmiz. Fasadlariga Dubay oqqa qoramizdan berganmiz. Tunukalarni ham qo'yib, derazani chekalariga atkoslarni ham qo'yib, mana so'qillariga laklar sepib, chiroyli qilib qo'yildi. Kimga kerak bo'lsa, shunday fasadni so'qilni plitkalar bunyodkor fasadga murojaat qila olasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Ustalarimiz ham bor. O'zbekiston bo'ylab borib, qilib berib kelishadi. Ko'chalari ham bitgan, darvozaxonalarni ham fonda qilingan. Oyim qishlog'ida qilingan ishimiz.